Assalomu alaykum hurmatli kanalchilarim. Mana bugun biz oktyabr oyi uchun men birinchi video chiqaryapmiz. Bu video chiqmagan ancha vaqt bo'lib ketdi. Shuning uchun endi videoni boshladik. Demak, talabalarga, bu faqat talabalarga va ITchi bolalarga, traderga ham bemalol tushadi. Agar kimga qiziqsa, yana bunga ma'lumot beramiz. Bizda Telegramda afsona kanalimiz bor, Telegram Note Pro kanalimiz bor. O'sha YouTube'dagi link qo'yib o'tadi. Kimga qiziqsa ko'ringlar. Manzilimiz Toshkent shahar, Malik O'zar Avlod 9 do'kon. Butun O'zbekiston bo'ylab bitkash bir xizmat ham bor. Undan tashqari bo'lib berish nasihatim boshini doim aytib kelaman, aytib kelaman. Demak, boshlaymiz. Ryzen 5, Ryzen 7. Bu ThinkBook Lenovo bosi hisoblanadi. Yaxshi model, eng yaxshi sifatlari zo'r. Lenovo ThinkBook polni 100% qaytarishgan aluminium korpus hisoblanadi. Ryzen 7 7700 8 yadr 16 potok 16 GHz bor, DDR4 300 Hz va 512 GB NVMe SSD'si bor ichida jihozlangan. Ekrani 2K ekran, o'ta tiniq ekran bo'ladi. Tagi patsivitga bemalol 3 xil komfort bo'ladi. Undan tashqari qo'lga bo'lmas skaneri ham bor. Qo'lga bemalol xohlamaysiz qo'limdan bunday qilib ham ochib ketaman. Keyin 2 dyum, 14 dyum ko'tarib yurishga, ishlab yurishga buni hamma aytaman. Ko'pchilik hozir zamon tarafi hamma og'ir yengilligini, katta kichikligini o'lchab qolgan. Mana qarang, kichkina va kuchi ko'p, xuddi MacBook Air'ga o'xshaydi. Dizayn o'ta chiroyli, tina chiqarilgan. Buni garantiyasi 6 oy garantiyasi bor. Narxi $350 yangi dedek holatda. Shuning uchun ham narx sal qimmatroq emas, pulga zo'r. Siz $350 ga yangi i3 olishingiz mumkin. i3 dan 1000 marta yaxshi. Buni ekrani 2K. O'ta tiniq. Pashta OLEDdek bir xil yuradi ekran tiniqligi. HP EliteBook va ProBooklar. Biz 80 bular bizda bu EliteBook, ProBook ham bor. Xuddi shunaqa. Bular Ryzen 5 5625U protsessor. Ya'ni Core i5 12 bilan barobar. 6 yadr 12 potok, Core i7 11 dan kuchli, Core i7 10 dan ham kuchliroq, Core i5 11 dan ham kuchliroq. Kuch jihatdan. Hozir solishtirib ko'ring. 16 GB operating bor, 3200 Hz lik va 512 GB NVMe SSD'si bor. Bularda har qancha aralash bizda, mana ko'rib turibsiz, nechta bor? 200 ga yaqin chiqadi. Bular narxlari 275, 260, 280 dan beramiz. Ichki parametrga qarab, Asus 16 yoki 8 ga qarab, SSD parametriga qarab. Lekin ko'pisi ideal holatda, pashta yangi lekin kirib turibdi. Biz kirga aytgan vaqtimiz bo'lmayapti hozir vaqtda. Chunki hozir sentabr payti, oktyabr paytlari bu sezon paytlari hisoblanadi. Tagi pachetka, qo'lga bo'lmas skaner bor. Hamma komfort bor. IT uchun hamma komfort yetarli. Dyumi, ekran dyum, 14 dyum. 14 dyum yaxshi. Xuddi shunaqa ko'tarib yurishga, olib yurishga, sumka solishga. Bugun masalan zaryadka ham kerak emas. Zaryad 5 soat yetadi bemalol. Sumka solasiz, uyga borasiz, kechqurun uyga qaytarib kelasiz. Dars yetadi 5 soat bemalol sizga. HP laptop, ya'ni G9 model hisoblanadi. Ko'rinish kopisi o'zi Core i5 12-avlod. Core i5 1235U protsessor, 8 GB RAM, 3200 Hz lik va NVMe 512, ekrani IPS LED dan juda tiniq. Bunda chankirlar bor. Yangi holatda tagi pachetka polni ustidan laminat qilingan, dokumentlar hammasi bor. Garantiyasi 6 oy. Garantiyasi 6 oy deganda 6 oy bemalol afsonaviy servis beramiz. Narxi $300 yangi bo'lgani uchun. Usti faqat laminat qilingan uchun yaxshi ko'rmayapti. Dell. Buning nomi Dell Latitude 7310 deyiladi. Core i5 10. Core i5 10-avlod. 8 ga operating bor, 256 SSD'si bor. Keyin bu aralash ichida 8 GB ham bor va 16 GB ham bor. Bular narxlari $220 dan. Tiniq ko'ribsiz. Ko'pchilik bizni tagi yoqadi, ko'rasiz OLXda yoki Instagramda ko'rasiz. Eskilarni ham shunaqa sotadi. Endi bu ham yangi emas, lekin zo'r. Buning narxi $220 dan i5 10-avlod. Bu RAM 16 ekan. 16 ham bor, ISFA 8 ham bor. ITga ham o'qishga ham tushadi. Masalan, kichkina qarang, masalan, ko'tarishga qanaqa udobniy. Keyingisi Asus. Bu ham mashina ideal holatda Asus Core i5 13-avlod. 13-avlod 1335U protsessor, 16 GB operating bor va 256 SSD bor. Mana bu odamni topib keting. Bo'ldi. Keyingisi i5 13-avlod 16 GB operating bor. Bu ham 300 Hz lik va 512 SSD bor. Ekran IPS. Ko'rinishi silver rangda, yangi holatda faqat kichkinaga mana joyda sal qilgan joy bor. Bundan bilinmas, lekin narxi zo'r. Narxi $340 beramiz. Yangi bo'lgani uchun ham. Chunki bular Amerikan kelgan, sifat zo'r. Buni ham shu barmas skaner ham bor, ko'rasizmi? Barmas skaner bor. Ekrani IPS, tagi pachetka, 16 operatsiya, hamma komfort bor misol uchun. Siz yangisini 440 olasiz, lekin unda bunaqa komfort bo'lmaydi. U faqat shunchaki laptop o'zi bo'ladi. U 400 GB 8 operatsiyasi bor, 2 GB SSD bor, ekran IPS yoki oddiy bo'lmaydi. Keyingimiz Dell. Bu Dell Inspiron deymiz.
Bu vashcha zo'r model. Yangi chiqqan versiyasi. Kak M2 ga o'xshab ketadi, Midnight ga o'xshab ketadi, Midnight rang. Ekrani 4K ekran, vashcha tiniq ekran. Qo'lga BMS skaneri bor va tagi pochetka. Bunda sun'iy intellekt va kopslar ham bor. Sun'iy intellekt AI bilan ishlaydi. Bu Ryzen 5 5000 seriyada eng so'nggi Ryzen 5 8000 seriyada eng so'nggi chiqqan pokoleniya hisoblanadi. Garantiyasi 6 oy. Narxi $430 dan beramiz. Hozir son cheklangan, kam qoldi, 7 taman 6 ta qoldi. Buni narxi 30 taman qirta edi. ITga ham, o'qishga ham, avtokadga ham 3D Max'ni tushiraman. Chunki bunda aplikasi 16 GB 5600 Hz, ya'ni DDR5 aplikasi bor va 512 GB SSD'si bor. Ko'rinishi ham ixcham. Dell o'zi yaxshi model, yaxshi anaqa kompaniya. Lenovo Ryzen 5, Ryzen 5 3500 menimcha bu. Ekran sensor, ekran IPS ekran sensor. 8 GB aplikasi bor, 512 GB SSD'si bor. Batareyasi qimmat yaxshi, ekran tiniq sensor holatda. ITga o'qishga любой tushadi. Ko'rsataman sizga. Sensor ekran. 8 GB 512 SSD'si bor. Ko'rinishi ham chiroyli. Mana qarang. O'ta chiroyli. Va qo'lga BMS skaneri ham bor buni. Komfort versiyasi bor. Buni narxi $230 beramiz. Shunaqa narxlar bor. Acer Core i3 4 ga 1 terabayt yoki 4 ga 1 terabayt SSD'si ham bor ichida. 8 ga ham bor ichida, 8 lik ham bor. Endi siz bitta model ko'rsatyapman, o'sha modelga qarab yana qolganlarni ko'rishingiz mumkin-da. Bu hozir sizga nomi ko'rinyapti. Bu i3 8 ga 1 terabayt, keyin 8 SSD'si ham bor. Narxi $160. Yana i3 pokoleniya bu ofisga, hisobotlar, buxgalteriya, yana tradingga ham bemalol tushiradi va qisman ITni boshlanish qismini bemalol tushiradi. Narxi $160 dan beramiz. Acerlar shunaqa. Lenovo i3 8-avlod, 8 ga 1 terabayt, 8 GB RAM, 1 terabayt hardi bor, ideal holatda, tiniq. Bu narxlar hammasi real narxlar. Ko'pchilik telefon so'yib bizdan aka o'zimdan narx shunaqami, bunaqami? Kelib ko'ringlar do'konga aniqda, ko'p keladi, o'sha haqiqatan o'sha olib ketadi ko'pchiliklar. Buni narxi $110 beramiz. Bu Lenovo i3 8-avlod. Ideal holatda, ko'rinishini qarang, qancha turibdi. Artgani ochgan, to'g'ri aytaman. i3 13-pokoleniya, 8 GB RAM va 512 SSD, IPS, takim hammasi bor. Acer Aspire Lite 16 versiyasi, juda yangi chiqqan model. Materiallar hamma tomon zo'r, hozir yaxshi. Endi buni narxi $250 deyapmiz. Yana kelishamiz, kimga qiziqsa kelishamiz. Va keyingi modelimiz Acer Core i5 8-avlod, 16 GB aplikasi bor, 512 GB SSD ham bor, 512 hard ham bor va MX integratsiyasi ham bor. Ekran bo'yicha orqa qayriladi. Bu narxi $200. Yana kelishamiz. Ham MX bunda integratsiya ham bor. ITga, Photoshopga, Corel Drive'ga shu modellar bemalol chiqqan notebookimiz. Dell Core i5 12. Dell Core i5 12 16 aplikasi bor va 512 GB SSD xotirasi ham bor. Ideal tiniq holatda Dell Latitude deyiladi bu ham. Bu 7420 modeli. Agar kimga qiziqsa, hozir YouTube'dan, Instagramga yozib ko'rsin bularning modellarini. Buni narxi $220. Bunaqa narxlar bozorda yo'q. Keyingimiz odam gapimdan charchab qoldi. Xullas, agar ba'zi notlar sizga biz qisman ko'rsatyapmiz. Kimga notlarimiz narxlar qiziq bo'lsa, bizni kanalimizga o'tib ko'radi. Xullas, bundan kamlari ham, arzonlari ham bor. Masalan uchun 500 mingga ham, 400 mingga ham, 600 ming notlar bor. Masalan uchun biz ularni hali chiqarganimiz yo'q. Odam chiqarishga xijolat bo'ladi. Arzon notlarim bor. Kimga qiziq bo'lsa, o'sha arzon notlarga ham men kanalimizga a'zo bo'lsa, kanalda to'p beramiz. Ma'zimiz qaytaman, Toshkent shahri Markaziy Avtobus do'kon, butun o'zida yetkazib xizmat ham bor.